Turmush o'rtog'ingiz siz haqingizda nima deydilar? Biz ularni chaqirganmiz studiyaga, lekin kela olmadilar. Bizga video rolik yuborganlar. Marhamat, tomosha qilamiz. Siz uchun surpriz, to'g'rimi? Kelamadilar. Shu o'rinda senga katta rahmat demoqchiman. Qanaqa qiyinchiliklarda o'tganimizni faqat ikkalamiz bilamiz, boshqa hech kim bilmaydi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, men siz bilanman, men siz yoningizdaman deb podдержка qilganingga, qo'llab-quvvatlaganingga, siz uddalisiz, niyatlaringiz hammasini amalga oshira olasiz deb haligacha yetib kelayotganing uchun senga katta rahmat demoqchiman. Alohida bizani farishtachamiz uchun senga katta rahmat demoqchiman. Bilasan qanaqa seni yaxshi ko'raman, jonimni ortiq seni yaxshi ko'raman. Sen bilan men o'sdim, hamma taraflama o'sdim. Bunga ham senga katta rahmat demoqchiman. Orzular xaritingdagi hamma niyatlaringni amalga oshirishda Xudo xolisa men va'da beraman. Spiskga to'ldirib qo'yaver. Men qo'limdan kelgancha nima qilsam, sen uchun, oilam uchun qilaman. Bayram bilan tabriklamoqchiman. Eng asosiysi sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, har doim kulib yuringlar. Asalim, seni yaxshi ko'raman. Yaqinda men ofisimga kelishganda bolalar, qizlari bilan nima sog'lom munosabat. Hayotimda sog'lom munosabat ko'rsam, mendan baxtli inson yo'q. Shunaqa chiroyli munosabat bir-birlariga. Bular fikrlarini aytguncha ular eshitib turarlar, ularning fikrlarini bular eshitib turadi. Oxirida ikkalari bir-birini podдержка qilib, bir-birlarini eshitib, qaror qilishdi. Ana bo'lmasa. Berdingizmi Sardor? Hamma ayollarimiz hozir Umidani turmush o'rtoqlari mana shu gapni gapirayotganlarda yig'lashdi. Hali ko'ramiz, hali efirda ko'rasizlar, hammalarini ko'ziga yosh keldi. Qarang, ayolga nima kerak? Ozginagina Ayolga birinchi o'rinda emotsiya kerak. E'tibor kerak ayol kishiga.